jinsiy holati mana shunday. Moyaklar mana shunday. Вообще kichkinakkina moyaklar bilan bemor yonimga keldi. Bemorni endi eshtinglar, bu ham bir oddiy ma'lumot sizlarga. Bemor bepushtlik bilan aziyat chekyapti. Uylanganiga 3 yil bo'lgan. Nima bo'lganda bo'laysiz? U internetdan endi ismlarini aytib o'tirmayman, какой-то bir ayolni ko'rganlar, u vrachmi, bilmayman, kosmetologmi, boshqami, PRP terapiya qilgan. Ya'ni moyakka ukol qilgan. Men bilmadim, nimaga asoslanib bu narsani qiladi, men bilmayman вообще. Shuncha vaqtini olgan, shuncha puli ketgan, bir tinlik natija yo'q. U PRP terapiyani qilishdan oldin boshda ko'rmaysanmi? Karachipini ko'r, aziy faktorni ko'r, ingibin buni ko'r. Hech nima ko'rilmagan. Davay, shuni qilamiz deb qilaverganlar. Puli ketgan, bemorning vaqti ketgan. Uni birinchi navbatda gormonlarni ko'rish kerak. Xo'p, sperma chiqmayotgan ekan. Sperma topshira olmayapti bemor. Xo'p, sen uni genetikasini ko'r. Bemorni yuzdan ham bilinayotgan bo'lishi mumkin, даже zulishidan bilsa bo'ladi. Shunaqa bir nima deymiz endi, chala vrach deymiz buni, vrachligiga men ishonmayman. Shunaqalarga ishonib qolmanglar. Har bir kasallikni o'zini spetsialisti davolagani yaxshi. Bepush bo'lyapsizmi? Erkaklik muammolaringiz bormi? Andrologga uchrashing. Ayol kishilar ginekologga uchrashish kerak. U kosmetolog yoki PRP terapiyani o'qigan odamga emas. Har bir narsani o'zini kompleksni davolash kerak, kompleksni bemorga qarash kerak. Shundagina natija olasiz. Hozir mana shunchalik jinsiy holat bilan, mana shunchalik kichkinakkina moyak bilan nima qilmoqchi bo'lgan men bilmadim. Aldanib qolmanglar, vaqtlaringizni yo'qotmanglar.